Men senga olib keldim. O'g'lingizmi? Ukam O'g'lim Salla. Bo'l, ada boravering. Bo'l, rahmat, ada. Rahmat. O'ynagan. Rahmat, maza qilib o'ynaymiz. O'g'lingizga berasiz. Endi hozir adam sizga yosh bola deb o'yladi. Undan tashqari qarang, o'g'lingizga berganingizdan keyin aka hozir u sari bola to'y вообще hit bo'lgan. Orqasiga qarang, har xil o'yinchoqlar. Zo'r sovg'alar chiqib kelgan. Sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Sovg'a yo'ldirsa zo'r mashina, raskada shirinliklar ham bor ekan. Kaklas. Farzandlarim jo'nab o'rgansin. Endi kim bolalar deb qolmasin. Voy 2011-yil Barsa Real aniq yutgan 2-0. Voy 100% eslayman. Men uylanuvdim 2011-yil. Real yutgan Barsani. Baqirma. Nima baqir chaqir? Nima urish? Uylangan yilim bor 2011-yil. Barsa yutgan edi, Real yutgan-ku. Hatta Real yutadi. Barsa 2-0 ga Messi dubl qilib 2ta gol tiqqan. Barsa yutgan. Tavba qildim. Sizdan chiqib qoldi. Bu hamma narsa ada tinchlikmi? Endi Barsa Realni yutganini hech qachon esdan chiqarmaymiz. To'g'rimi? Barsachilarga jo'natib qo'yinglar.